Hozir Turkiyada yashayotgan Madina Hiloliddin xonim singlisi Mavluda Hiloliddinning Turkiya fuqarosi ekanligiga qaramasdan 2 yilga yaqin jazo lagerida tutib turilgandan keyin qo'yib berilganligini, uzun o'tmayla davlatni parchalash jinoyati degan gumon bilan qayta tutib ketilganligini bayon qildi. Madina Hiloliddin xonim singlisi Mavludaning 2006-yili oliy maktab o'qish maqsadi bilan Turkiyaga kelib, 2013-yilning boshlarida o'qish bitirib yurtga qaytganligini ta'kidlab bundoq dedi. Singlim Mavluda 2006-yili oliy maktabda o'qish uchun Turkiyaga kelgan. Türk tili tayyorlik sinfini bitirgandan keyin Turkiyaning Samsun shahridagi 19-may universitetining ingliz tili kasbiga qabul qilingan. 1 yil bu kasbda o'qigandan keyin kasbini o'zgartib Istanbul universitetining eglik boshqarish kasbida o'qish bitirdi. Oliy maktabni bitirgandan keyin 2012-yilning oxiri, 2013-yilning 5-ida yurtga qaytib ketdi. Madina Hiloliddin xonim yana mundaq dedi. Singlim Mavluda G'uljiga qaytgandan keyin shaxsiy ochgan bir maktabda turkcha va inglizcha dars bergan. 2017-yilning oxirida jazo lageriga ilib ketilgan bo'lib, 2019-yil 5-oyda qo'yib berilgan. U qo'yib berilib uzun o'tmay 2019-yil 6-oyning 21-kuni davlatni parchalash maqsadi bor degan gumon bilan qayta tekshiramiz deb ilib ketilgan. Egilinishcha, Mavludaga 10 yillik qamoq jazosi berilib, turmaga qamalgan. Yo'ldishidan ajrashishga majbur bo'lgan bo'g'ashqa Oyisha ismli qizi onasining qo'li qolgan. Madina Hiloliddin xonim Turkiya doiralarini singlisiga ega bo'lishga chaqirdi. Amerika o'z davlatida o'qiyotgan va Xitoydagi harbiy maktablar bilan munosabati bor o'quvchilar va tadqiqotchilarni qo'g'lab chiqarishni planlamoqda. Xitoyning Hong Kongning alayda o'rnini elib etishga urinishi bilan buningga qarta Amerika Xitoydagi maktablar bilan munosabati bor Xitoy o'quvchilarini qo'g'lab chiqarishni planladi. Amerika matbuotlarining bildirishicha, agar Beijing buningga javob qaytarsa, chegaradan qo'g'lab chiqariladigan Xitoy o'quvchilarining qaplash nisbati texmo ko'payishi mumkin. New York vaqt gazetining xabariga qaraganda, agar Amerika Xitoy o'quvchilar va tadqiqotchilarni qo'g'lab chiqarishni yo'lga qo'ysa, Amerikada o'qiyotgan taxminan 3000 Xitoy o'quvchi chegaradan qo'g'lab chiqariladi yoki vizasi uzatib berilmaydi. Amerika prezidenti Donald Trump kelar oy o'tkazilmoqchi bo'lgan G7 rahbarlari boshliqlar yig'ini haqida bayonot e'lon qildi. U boshliqlar yig'inining Washingtonda 100 turani o'tkazilishini xohlaydiganligini ta'kidlab mundoq dedi. Men boshliqlar yig'inini 9-oygacha kechiktiraman. Biz Rossiya, Hindiston, Koreya va Avstraliyaning bu guruhga qo'shilishini umid qilamiz. Trump so'zida yana men G7ning dunyoda yuz berayotgan ishlarga muvofiq vakillik qiladiganligini his qilmadim. Bu bir turkum davlatlarning zamoni o'tdi dedi. 7 davlat guruhi Kanada, Fransiya, Germaniya, Italiya, Yaponiya, Angliya va Amerikani o'z ichiga oladi. Xitoyda o'tirg'i chiqqan Wuhan virusi cheklamasi Italiya va Fransiyaning iqtisodiga zarba berdi. Birinchi faslda har ikki davlatning iqtisodi 5% dan ko'proq tuvaladi. Rim va Parijning eng yangi sonliq ma'lumotlarida yuqumning Italiya va Fransiya iqtisodiga olib kelgan pozitiv ta'siri oshkorlandi. Italiya statistika organi 2019-yil birinchi faslga selishtirganda, bu yil birinchi faslda ishga ishlab chiqarish umumiy qimmatining 5.4% tuvalganligini e'lon qildi. Fransiyada birinchi faslda iqtisod 5.5% tuvaladi. Saqchilarning zo'ravonligi va irqchilikqa qarshi turish harakatlari Amerika chegarasidan olib ketdi. Berlin va Londonda namoyish o'tkazildi. Amerika saqchilarining qora tanlik George Floydning o'ldirilganligiga norozilik bildirgan ommaning g'azabi pasaymadi. Dunyoning o'xshamagan joylarida Amerikadagi namoyishchilarni qo'llash faoliyatlari o'tkazildi. Shanba kuni kechda Berlinga yig'ilgan 2000 dan ortiq kishi namoyish o'tkazib, davlatdagi irqchilik va saqchilarning zo'ravonligiga norozilik bildirdi. Yakshanba kuni minglagan kishi Angliyaning poytaxti Londonga yig'ilib, amerikalik faoliyatchilarni qo'lladi.